Ko'pincha men ogohlantirmay boraman uyga borganimda. Endi kutib qolmasinlar, perivaldan oshib borasiz. Keldingmi deb chiqib kiraveradilar darvozadan onamlar. Shuning uchun aytmayman borayotganimni. Biz darvozamizni shu o'zimizni belgilagan joyimiz bor. Zapas kalitimiz shu yerda turadi. Onam shu yerga kalit qo'yib qo'ygan bo'ladilar. O'zlari uyda bo'lmagan bo'lsalar, kiramiz ochib. Keyin shuna kirsam hidlari keladi onam. Aytaman, Xudo ko'rsatmasin, umri uzun bo'lsin. Ota-onamizni agar mabodo o'lib netib ketsa, hiddan boshqa hech narsa, u hid ham ketadi vaqti kelibdi. Uyni ham o'zgartirgim kelmaydi hech qatini. Masalan, onamning qutichasi bormi, sandiqchasi bormi, tursin joy-joyida deyman. Onalarni asrash kerak, dadalarni ham.